Anibro, siz kutgandan ko'proq. Qani Setsu, Yuki-chan bilan salomlash. Salom. Haligi sen men bilan o'ynashni xohlaysanmi? Yo'q, rahmat. Tashqari issiq. Nima? Avvaliga u qo'rqinchli, do'stlashishni yoqtirmaydigan bolaga o'xshardi. Lekin biz juda yaqin yashaganimiz uchun biz birga ko'p vaqt o'tkazdik. U menga maktabda yordam berdi, men bilan o'ynadi va vaqt o'tishi bilan uni qanchalik mehribon ekanligini bilganimdan so'ng. Nima bo'ldi? Agar men sen bilan bir maktabda o'qishni xohlasam, shunday joyga borib tayyorlanishim kerakmi? Hazillashdim. Ketdi, uyga boraylik. Men kechki ovqat tayyorlashga yordam berishim kerak. Yozgi maktab, birinchi dars bepul. Haligi. Nima deb o'ylaysan? Men aytganlarim haqida. Menimcha sen kirish osonroq bo'lgan maktabga harakat qilishing kerak. Biz bir maktabga borishimiz uchun bunchalik o'zingni qiynashing shart emas. Seni shunchaki o'zingni ko'p qiynaganing qoladi xolos. Tushundim. Qo'yaver. Hoy, Yuki. Görüşgünce. İyi ders geçi. Bu ketishda u yerga kirish haqida o'ylamasam ham bo'ladi. Ha, qizaloq, nega bunchalik ma'yussan? Sinov imtihonida natijalaring yomonmi? Bechora, juda ham qiynalganga o'xshaysan. Rostdanmi? Agar buni uddalay olmayotgan bo'lsang, shunchaki taslim bo'l. Lekin men buni uddalay olmayapsan, to'g'rimi? Shunchaki o'qishni to'xtat. Ketdik, birga zavqlanamiz. Qo'ysang-chi, o'qiganing bilan kim bo'larding? Qo'ysang-chi, endi o'ylanishinga kechirasizlar. Biz o'qish bilan bandmiz. Shuning uchun boshini aylantirgani boshqa qiz topinglar. Yuki-kun. Yuki-kun? Nima? Uni yigiti bormi? Bezovta qilganimiz uchun uzr. Bekorga vaqt sarflabmiz. Ketdi, yaxshisi, yegani biror narsa olamiz. Sen bu yerda nima qilyapsan? Xo'sh, nima qilmoqchisan? Nimani aytyapsan? Ularni, hamma gaplarni ham noto'g'ri deb bo'lmaydi. Yaxshiroq bo'lishingga hech kim yordam bera olmaydi. Lekin men, garchi odamlar menga yetarlicha yaxshi emassan desa ham, men hali ham sen bilan bir maktabda o'qish xohlayman. Boshqa yo'l yo'q o'xshaydi. Bu jangda yengilishni xohlamayotgan bo'lsang, men maydonga tushib senga yordam beraman. Men senga o'qishda yordam beraman deyapman. Lekin sen qanchalik yig'lab nolisang ham endi orqaga yo'l yo'q. Ha, iltimos, rahmat. Men juda yaxshi ko'rgan Yuki-kun bilan abadiy birga bo'lishni xohlar edim.
Anime Telegram'dagi Anibro kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi.忘れられない手の感覚が通り過ぎていく日常を壊していく後悔を消して夜の色僕は染まる思い出せるかいあの日の約束を人は魂ランでにくんでもそれでも惹かれ合うから逃げないよ絶対だからやめない叫べ Continue distortion 絆あなたの声が届けて切なボリュームが上がる手数料を呼ぶ声が聞こえたからあなたは一人じゃないよそばに置いてよさえ怖くないように遠回りでもいい聞かせてよ嘘みたいだねって笑うあなたにありがとう夕日までİkinchi marta qadam va qadam. Olov bilan hujumga o'tinglar. Uddaladik. Bu ish berdi. To'g'ri, bu ajoyib. Yetadi. Yo'q, san ajoyib edi. Boshqalar ham anchagina yaxshilandi. Menimcha bugunga yetadi. Hammanglar yaxshi ishladinglar. Kattakon rahmat. Haligi bir daqiqa vaqtinglar bormi? Haligi sizlar Yukikun o'tgan safar kelganida uni do'stlari bo'lgansiz. To'g'rirog'i, uni hamrohlar bo'lgansiz, to'g'rimi? Bu to'g'ri. Biz uni hamon do'st va hamroh sifatida ko'ramiz. Setsama ongsiz ravishda boshqalarni o'ziga jalb qiladi. Kim biladi, u biz haqimizda qanday his qiladi ekan o'zi. Men baribir uni haligacha hurmat qilaman. Va uni yonida abadiy turishni va u bilan bir xil tarafga qarashni xohlayman. Xo'sh, nima demoqchi eding? Menga yana maxsus mashg'ulot o'tay olasizlarmi? Men ham Yukikun bilan birga bo'lishni xohlayman. Mana shu Setsama yaratgan tinch va osoyishta dunyo. Va biz hozir gaplashib turganimizda Setsama albatta bu dunyoni narigi burchagida bu tinchlikni saqlash uchun jang qilmoqda. Setsamani hamrohlari sifatida biz har lahzada harakat qilishimiz uchun tayyor bo'lishimiz kerak. Menda Yukikun bilan birga bo'lish istagi ham, kerak bo'lgan hamma narsani qilish uchun qat'iylik ham bor. Lekin menga kuch yetishmayapti. Elka-san, iltimos qilaman. Bu so'zlarni menga aytganingdan keyin ularni qaytib olishingga yo'l qo'ymayman. Mana bunisi-chi. Hali tugamadi. Sen o'zing o'ylaganingdan ham anchagina kuchlisan.
O'zga dunyodan kelganlar doim o'zgacha bo'lishgan. Lekin sen ular orasida ham ajralib turasan. Lekin agar sen Setsuman yonida bo'lishni istasang, senga aniq bir narsa yetishmayapti. Haligi menga nima yetishmayapti o'zi? Bu yirtqich hayvonlar bilan to'la kanalizatsiya. Ba'zan askarlarni oxirgi mashg'ulot sifatida ishlatamiz. Yirtqich hayvonlar yakuniy mashg'ulot. Mana u shu yerda. Hozir qo'rqib o'tiradigan vaqt emas. Olga, u bilan jang qil. Qo'rqma, jang qil. Senda unga yetarlicha kuch borligi aniq. Elkasan. Men buni uddaladim. Men unga qarshi tura oldim. Ehtiyotkorlikni unutma. Hozir mana buni ol. Nima? Sen uchun yetarli emasmi? Sen jarohat olding, qimirlama. Bo'ldi, uni yo'q qil. Sen rostdan ham avvalgidan kuchliroqsan. Sehrli qobiliyat nuqtai nazardan sen deyarli men bilan tengsan. Lekin bu urush. Dushmanni o'ldirmasang, u seni do'stlaringni o'ldiradi. Ular ham xuddi shunday fikrda. Agar sen uchun qadrli bo'lganlarni himoya qilishni xohlasang, boshqalarni o'ldirishing kerak. Xuddi mana shu. Senda qat'iyat yetishmayapti. Qat'iyatmi? O'ldirish? Elkasan. Menga yetishmayotgan narsa shu. Aha, kiravering. Salom. Kirsam maylimi? Ha, mana shu yaxshiroq. Rahmat, men buni qadrlayman. Elka rostdan ham aqldan ozgan, u seni to'satdan haqiqiy jangga olib kirdi. Yo'q, aslida undan o'zim so'radim. Men seni ham o'zimiznikilardan biri sifatida ko'raman. Biz Setsuni boshqa dunyoda qanday bo'lganini bilmaymiz. Lekin u bizga qanday qarasa, senga ham xuddi shunday qaraganini sezganman. Shuning uchun ham Elka nima qilayotganini tushungandek bo'lyapman. Biz senga qat'iyatni o'rgata olmaymiz. Elka senga nisbatan qattiq qo'l. Chunki u seni bizdan birimiz sifatida ko'rish xohlaydi. Deyasan. Yo'qi, nimaga Setsu bilan birga bo'lishni shunchalik xohlaysan? Bilasanmi, uni oldida bo'lsang o'zingni xavf ostiga qo'ygan bo'lasan.
Chunki Yukiko menga butun hayotim davomida yordam bergan. Shuning uchun bu safar men unga yordam berishni juda xohlayman. Tushunarli. Xo'sh, unda men senga yordam bera olmayman, lekin men senga omad tilayman. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yuki juda ham kuchli qiz. Bunga hech qanday shubham yo'q. Jang maydonida o'zini himoya qilishi hech qanday muammo tug'dirmaydi unga. Lekin agar u biz bilan jang qilsa, oxir oqibatda juda xavfli dushmanlarga duch keladi. Va seningcha Setsu Yukiga qat'iyatli bo'lishni majburlashimizni xohlamaydi deb o'ylaysanmi? Lekin buni biz hal qilmaymiz va Setsu ham qaror qila olmaydi. Hammasi Yukining o'ziga bog'liq. Bizning qo'limizdan kelgani Yuki o'zi uchun topgan qat'iyatini hurmat qilish. Mayli, men biroz uxlashim kerak. Xayrli tun. Lekin men ruxsatingiz bilan. Kecha haqidami? Glenson. Birovni hayotini olishda ikkilanish albatta tabiiy hol. Hattoki bu sen uchun juda qadrli odamlar uchun bo'lsa ham. Glenson, sen jang qilish uchun qat'iyatni qayerdan olgansan? Men shunchaki atrofimdagi odamlarning azoblanishini tomosha qilishdan ko'ra, boshqalarning azoblanishini tanlaganman. Har qanday askar kabi. Lekin bu aynan meni qarorim. Senda esa o'z qaroring bor. Sen buni javobini faqatgina o'zing topishing kerak. Meni qat'iyatim. Setsu ham ehtimol o'zingga eng mos keladigan javobni topishingni xohlaydi. Men o'zimga sodiq qolishni istayman, lekin men kurashmoqchi hamman. Yana bu yerga qaytganing qat'iyatingni topding deganimi? Ha, men qaror qabul qildim. Jangda o'z qulayligingni yo'qotishing seni zaif qilib qo'yadi. Elkasan, meni qat'iyatimni o'z ko'zing bilan ko'r. Bu ajoyib. Ajoyib kuch va juda aniq. Yo'qsan, tan olaman. Seni qat'iyating. Lekin yo'q.
U hali o'lmagan. Men uni vaqtincha hushidan ketkizdim. Bu meni qat'iyatim. Hech qachon hech kimni o'ldirmaslik. Men hech qachon yutkizmayman va hech qachon birovni o'ldirmayman ham. Yo'q Isan. Ha, bu juda yaxshi. Bu javob xuddi Setsu Samanikka o'xshaydi. Qat'iyating meni hayratda qoldirdi. Lekin buning uchun katta kuch talab qilinadi. Ha, men hali yanayam kuchliroq bo'laman. Shunday qilib Elkasan, Yukikunni va boshqalarni himoya qila olaman. Podshoh o'z farmonini chiqardi. Biz Destiniya ritsarlari millatimiz va fuqarolarimizni himoya qilish uchun erta tongda iblislar yurti Evitionga jo'nab ketamiz. Har biringiz o'zingizni ham jismonan, ham ruhan tayyorlang. Xo'pmi? Biz endi jang qilishimiz kerak. Bunday qisqa mashg'ulotlardan keyin jang qila olamizmi o'zi? Meni kut, Yukikun. Anime Telegram'dagi Anibro kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Anibro siz kutgandan ko'proq. 最低はハッピーエンドへと続いてく故に起承転結僕らのこんなで転がってゆく幸いまだペンは握って離さないインクがにじんだってほら次のページへくしゃくしゃになったってやり直せない日々を綴れいつか蘇ったるを今を愛しく思えるより今の僕たちはきっと今だプロローグで時足たちで不透明な水も甘いのといなぐれそして僕たちはいつかピリオドの向こうであらこだ笑いながら後悔しよう何度泣くとしたって最後の最後笑えればいいさそして物語は何度でもここから始まってゆく The Ambition 'Keyingi qism 2-marta ustoz va shogird.